Kechlang qiladi. Necha pullaysiz? Matiz yaxshi ketyapti-da. Hozir so'radimda, nechta matizimiz bor desam, 7 ta matizimiz bor deydi. Hammasi hisobga olingan matizlar. Keyin chiqadi. Necha pullaysiz? Narxini aytingchi, kelishtirib ayting faqat. Bilasiz, xarakterimni siz hammadan yaxshi bilasiz. Baraka topdingizmi? Maza qilib yuribsiz-a? Ha, lekin bir amallab sotdi ya, Nexia lekin. Hozir sotib berdingizmi? Ha. O'sha ko'pchilik Nexia olib kelsa aytaman-da, siz Nexia'ngizda. Sizdan oldim-ki, 2016 biror Lux kansani Nexia oluvdi, eslasizmi shu yigitdan? Bayaq ukasini kelganmi Matiz? Necha pul oluvdim? 48 million oluvdim, lekin 48 ga berdim, aytdimi? Pul qo'ymay berardim mashinangizni. 48 million o'ziga berdim. 2016 biror Lux kansani Nexia 2. 8 kali. O'zini puli berdim. 500 ming ham qo'ymadim. O'zi 500 ming qo'yaman dedim, uni ham qo'ymadim. Mayli, oshirsin. O'sha paytda. Necha pul deymiz Matizni? Xo'p, kelishtirib ayting, olaman, gap yo'q. 22 bo'laman. Yo'q, olmaydi 22. 920 bor. Stengan turibdi. To'g'ri, asli turgan 20 ham bor. Bitta yuring, sizni qiynamayman, qo'lda bering. Bo'ladigan bo'lsa 19 million bering, 19,5 million sotaman, 20 o'zimga ham bor. 19 million 500 ming yo'q, olmaydi. Bilaman. Qarang, men o'zi ochishni aytaman, sizni mashinangiz dehqon olgan ekan. Iloji boricha dehqon olsin mashinani. Men ham xursand bo'laman. Bitta kommentga yozishyapti, mashina furushga hech kim olmagandan keyin sotaman mashina furushga. Bittadan ham mashina furushga kelyapti-da. Bizga gapirsa, o'sha xato bo'lib qoladi. Hozir shu mashinangizni bitta dehqon olsin, men xursand bo'laman. 19 millionga bering, 500 ming so'm qo'yib sotaman. Ko'zingizda oldicham. Nexia'ni ham 48 millionga oldim, 49 million dedim, hech kim olmadi. Oxir 48 ga berib yubordim. Yo'q. Tushundim. 19 millionga bering, 500 ming so'm qo'yib sotaman. 20 sotmaylik, 19,5 qilib sotaman-da. Rozimisiz? Rozim. Ikkinchi mashina sotib ketsiz. O'zingizga topib ketasiz. Qaranglar akalar, obzorni aytaman. 2019 Matiz asli bo'lgan, arqa oldi butun. 19 million 500 ming so'mga oldim mana shu akadan. Kim olsa 20 million so'm. Iloji boricha mana ko'pchiliklaringiz dehqonchilar Instagramga aytib, Akmal aka ular faqat bir xil odamlar turibdi deb. Har xil odam ko'raman lekin. Men bu odam bo'lsa o'zim bilan ishlaydi. O'zim bilan ishlaydigan klassikasini ko'rayotgan bir xil odam bo'lishi mumkin. Ular faqat shuni ko'rsa kerak. Shu yo'q, men bilan birga mashina ko'radi. Hech kim olmaydi-ki, hech kim olmaydi, qolib ketsa, men o'zim aytaman, aka, eplolsangiz oling, 1,5 so'm siz qo'yib sotasiz deb. Metani bor, keyin chiqadi. 20 million so'm kim bersa o'shaniki. Qayerdan sizniki? Qashqadaryo Mirishkor tuman. Mashina bilan shug'ullanmaysizmi? Yo'q, Nima ish qilasiz? Cho'pon. Endi so'rab qo'yay, endi kommentda noto'g'ri ketyapti-da. Cho'ponsiz, ha? Qarang, aka. Hozir men bu yigitdan 19 million 500 ming so'mga oldim. 20 million qo'yib sotaman. 500 ming so'm qo'yib ustiga. Siz shu 500 ming qolayotgandan mendan rozimisiz? Aka, 500 ming so'm qo'yib sotdim, rozimisiz? Mana 10 ming so'm barakasi. Kelib qolib bitta